Avvalgi holatlarda aliment to'lashdan bo'yin tovlagan qarzdorlar kasalxona, bozor, sartaroshxona, yerto'la va hatto ko'rpachalar orasidan topilgani kuzatilgan edi. Biroq bu galgi holat hayratlanarli. Bir necha yil davomida farzandlari oldidagi burchini bajarmagan qarzdor qo'shni xonadon hududidagi molxonada yashirinib olgani aniqlandi. Qonun vakillari oldida uning barcha bahonalari va urinishlari samara bermadi. Bu holat yana bir mas'uliyatdan qochib bo'lmasligini ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, sud qaroriga asosan To'raqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro o'z farzandlari ta'minoti uchun aliment to'lab borishi shart edi. Biroq u ota sifatidagi majburiyatni bajarmasdan uzoq vaqt davomida to'lovdan bo'yin tovlab kelgan. Natijada qarz miqdori 100 million so'mdan oshib ketgan. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, qarzdorning yashash manzili aniqlangan. Inspektorlar tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida u o'z uyida ekanligi ma'lum bo'ldi, ammo huquq-tartibot xodimlarini ko'rgan qarzdor qochishga uringan. Qarzdor qidiruv xodimlarini ko'rib qochishga urinadi va qochadi. Qarzdor qo'shnisining molxonasiga yashirib olingani aniqlanib, qidiruv xodimlari tomonidan ushlanib, Ma'muriy javobgarlik kodeksining tegishli moddalariga asosan qarzdorga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlayotgan shaxslarga nisbatan qonun doirasida choralar ko'riladi. Fuqarolar o'z majburiyatlarini ixtiyoriy ravishda bajarishi shart. Yashirinish, qochish yoki vaqtni cho'zish bilan muammo hal bo'lmaydi, chunki qonun ustuvor. Har bir ota-ona o'z farzandi taqdiri uchun mas'ul ekanini unutmasligi kerak. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.